Yo'ldan chiqdilar-ku. Dadam chiqdi. Ha, malades. Yaxshi dam oling. Rahmat hammaga. Xabarlashamiz. Ularni olib keling. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Ozodmisiz aka? Антикоррупция. Assalomu alaykum do'stlar, azizlar. Mana bugun biz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri jinoyat ishlari bo'yicha sud binosi oldidamiz. Hozir sud bo'ldi. Suddan biz qatnashayotgan xabaringiz bor. Zangiota tumanida bir yer oldi, sotdi, noqonuniy hujjatlar qilingan, boshqa balo-battar deb ikkita fuqaroni, tadbirkorni, yuzlab, minglab ish o'rinlari yaratgan tadbirkorni qamab qo'yishgan edi. Va biz mana tergovlar tugadi, sudlar bo'ldi va sudda mana qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo bilan o'sha hukm o'qildi. Demak, hozir taraflar ham xursand. Albatta, har bir inson oilasiga qaytgisi va bolasini o'z oila davrasida yashashni xohlaydi va bunga haqqi bor, to'liq inson bu axir. Demak, biz sudyaga minnatdorchilik bildiramiz bu holat uchun. Lekin prokuratura uchun bir narsani aniq aytib ketmoqchi edim. Bu taklif ham tanqid. Sudda qatnashgan M degan prokuror biron marta sud proseslarida prokuratura formasida kelgani yo'q. Ichki ishlar xodimlari o'zini formasida turibdi, sudya o'zini formasida, advokatlar kostyum shimda, boshqada. Prokurorni sud jarayonlarida prokurorligini ko'rsatib turadigan davlat tomonidan moliyalashtirilib, tikilib berilgan formasida kelish kerak degan fikrim bor. Biz buni ko'proq aytganmiz. Toshkent viloyati sudlarida ham bo'lgan holat va Toshkent viloyati keyingi proseslarida aynan o'sha prokurorlarimiz formasida kelgandi. Lekin mana bir nechta proses bo'lgan bo'lsa, biron marta bu hurmatli prokurorni o'zini davlatimiz tomonidan kiyintirib qo'ygan kiyimlarini, formalarini kiyib sudlarda qatnashganlari yo'q. Buni nazoratga olib, albatta keyingi va boshqa sudlarda o'sha davlatimiz tomonidan tiktirib berilgan formada qatnashishlarini va odamlar o'tirganda, tinglovchilar, umuman sud ishtirokchilari o'tirganda albatta u prokurorni prokuror ekanligini formasidan ajratib olishlari oson bo'ladi degan umidimiz bor. Do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sud mustaqil va odilona hukmlarini ko'rsa, albatta bu siyosatga va davlatni tashkilotlariga, sudga bo'lgan ishonch yanada ortadi va xursand bo'lib insonlar yashaydi. Yaxshilikda ko'rishaylik. Антикоррупция.